Qirg'iziston Respublikasi Bishkek shahrida Ko'kjar dahasida high-tech usulda yopilgan obyektimiz topshirilish arafasida, Xudo xolasa e'tibor beringlar. High-tech usulda yopilgan tomlari, fasadlari alkafon bo'lgan. Balkonlariga qaranglar, e'tibor beringlar. Ustun qo'yilmagan temir konstruksiya qilib nihoyatda go'zal chiqqan. Xudo xolasa ichkarida ozgina ishlar qolgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, nomerlarni qoldiramiz. Xudo xolasa mana bu yerga yozgi oshxona bo'lyapti. Bu ham high-tech usulda, alkafonlari bo'lgan. Nihoyatda go'zal, chiroyli chiqyapti. Bo'laklariga e'tibor beringlar. O'zgacha dizayn bo'lgan. Gazon bo'ladi oralari ham. Xudo xolasa mana. Bizni kuzatishda davom eting. Shunaqa foydali videolarni qo'yib boraman.